Tarixning ma'lum bir qismini faqat raqamlar emas, shaxslar bilan ham o'rganmoqchi bo'lsangiz, 20-asr titallari kitobini o'qishni tavsiya qilaman. Bugungi dunyo uchun qiziq bo'lgan 8 shaxsni kichik biografiyasidan tortib, hukmronlik davri va siyosiy maydon uchun qoldirgan merosni tahlil qilgan kitobni Pir o'zbek tilida taqdim etdi. Bu yerda demokratlar bilan bir qatorda inqilobchilar va diktatorlarning ham borligi qiziq holat va biz ularni barchasini bir xil kategoriya bo'yicha tahlil qilamiz va asarda hech bir shaxsga nisbatan oshiqcha romantizatsiya holatlarini ham sezmadim. Kitobda zo'ravonliksiz kurash bilan imperiyani tiz cho'ktirgan Gandi bor va bunga mutlaqo teskari yo'l tutib dunyoni urushga sudragan Gitler ham. Iqtisodiy inqirozni siyosiy iroda bilan to'xtatgan Ruzvelt, imperiyani inqilob bilan qulatgan Lenin, Isroil davlatiga asos solgan Ben Gurion va hokazolar. Sizga qaysi titan qiziq bo'lsa, shularni o'rganing. Masalan, Mao, Lenin yoki Isroil asoschisi Ben Gurion yoki Ruzvelt. Shaxsan men kitobni Gitler uchun o'qidim. Siz 20-asrga qaytasiz va o'sha davr voqealarini nisbatan yengil va tahliliy ko'rinishda hazm qilishingiz mumkin bo'ladi.